Xudo iftorlik paytda bizni deb faxrlanar ekan Xudo. Farishtalar qara hammang derkan. Ramazon oyida iftorlik paytda ko'rding, nimani ko'rding? Dasturxon solinib yemay o'tirishdi. Nimaga yemayapti? Ha, sen yema degding, yemayapti. Senlar nima degding? Itoat qilmay degdingmi? Ha. Guvoh bo'l hammang derkan. Trillion farishtaga. Hammang guvoh bo'l. Shularda birortasi gunoh qolmadi derkan. Ana endi o'sha paytda biz butun yurak, qalb, butun vujudimiz bilan dasturxonni solib qo'yib haqiqatda yemayapmiz. Nimaga yemayapmiz? Xudo yema degani uchun yemayapmiz. Shuning uchun Ramazon oyini ro'zasini tutgan odamning jasadi do'zaxga kirmaydi inshaalloh. Nimaga desa, chunki bekilib suv ichib olsak bo'larmidi? Bo'lardi. Uyimiz bor, ofisimiz bor, podval bor, mashinaning ichi bor. Yo ochiqchasiga nagli ichib yursak bo'larmidi? Lekin inshaalloh Xudo xolasa Ramazon oyida Xudo qodir qilsin, himmat bersin, iymonimizni quvvatiga quvvat bersin. Yemaymizmi? Kim uchun? Alloh uchun. Chunki payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki,